Zamonaviy revmatologiyada bitsilinga o'rin yo'q. 21-asrda revmatizm kasalligi barcha klinik rekomendatsiyalardan o'chirilgan va o'tkir revmatik isitma yoki autoimmun kasalliklarga ajratilgan. Agarda sizda bo'g'imlaringizda og'riq tufayli bitsilin yozilgan bo'lsa, bilingki siz noto'g'ri yo'ldasiz. Bitsilinni tanzilitni asorati bo'lgan artrit yoki orttirilgan yurak klapan nuqsoni bo'lsagina qo'llashlik to'g'ri hisoblanadi. Bo'g'imda va mushaklarda og'riqni paydo bo'lishi sababsiz bo'lmaydi. Aynan shu og'riqlarni qaysi kasallikka tegishli ekanligini aniqlash muhim hisoblanadi. Buni aniqlashda qon tahlilida KFK va LDG analizi mushaklar haqida, ACCP, revmatoidniy faktor yoki S-reaktiv oqsil bo'g'imlaringiz haqida sizga ko'proq ma'lumot berishligi mumkin. Shuning uchun ham bitsilin doim ham qo'llanilavermaydigan preparat hisoblanadi. Sog'lig'ingiz uchun bizga obuna bo'ling. Agarda sizda ham shunday muammolar bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali bizga murojaat qiling.